Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip Boladı balam, boladı. Ben sana ço, hazırlam, dilalar çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga dunyoviy mashhur cho'chaklar xazinasidagi Italiya cho'chki chashqin bilan oquni aytib beraymi? Anglag'inglar bormi? Undaq bo'lsa, umidlarimning qiliqi menda bo'lsin. Italiya cho'chki chashqin bilan oqqu. Burunning bir etis chashqini bo'lgan ekan. Hammaylar uni qora ko'z xinim deb ataydi ekan. Chunki uning ko'zining cho'risida bir kim suzib qo'ygandek qora rangli chambar bor ekan. Bir kuni qora ko'z xinim uyining yonida turgan bir cho'ng tuxumni ko'rib qopdi. Qora ko'z xinim tuxumning atrofida aylanib uning zan salg'ash. Bu tuxumni kim bu yerga qo'yib qo'ygandi? Deganlarni o'ylab tursa, birdala qor yig'ib ketibdi. Opla, chatoq bo'ldi. Dabdu qora ko'z xinim o'z-o'ziga. Endi havo sovib ketdi. Bu tuxum bu yerda turaversa to'nglab qolmamdi. Qora ko'z xinim tuxumning egiz kelib qolarmikin deb birdam saqlab yiqibdi. Biroq hech kim kelmabdi. Shuning bilan u tuxumni g'altak qarvisiga selib uyiga akilibdi-da, mashning yeniga qo'yib qo'yibdi. Birar 2 soat o'tgandan keyin o'choq yenida ish qilayotgan qora ko'z xinim orqa tarafdan anglangan taroz qilgan ovozni anglab qopdi. U aldirab o'rlib qarabdi-da, qattiq cho'chiginidan to'lvatgili toz qopdi. Chunki hiyliq tuxum pora bo'lib ketgan bo'lib, uning yonida cho'p-cho'ngli bir o'rdak cho'jisi qanotlarini paqildatib turg'idak. Qo'rsqumi echib ketgan bo'lsa kerak, deb yig'layotgudek. Sening isming-chi Abbaqchan bo'lsin-a? Dabdu qora ko'z xinim ondan boya o'z uchun raslagan sho'rpini o'rdak bolasining oldiga qo'yibdi. Ertasi sahardala uyg'ongan qora ko'z xinim tolaga chiqmoqchi bo'libdi. Ammo kechacha yoqqan qor eshikni to'sib olg'ashqa eshikni ocholmabdi. Voyjon, ma'vu qamlashmagan ishni ko'rmamdigan. Deb ko'tildabdi qora ko'z xinim va derazani echib beshini sirtqa chiqaribdi. U bu yoqqa bo'yin so'zib qarab, daraxt shexiga qo'nib olgan bir qizil quyruqliq bulbulni ko'ribdi. Seni avar qildigan bo'ldim, debdi qora ko'z chashqan qizil quyruqliq bulbulga. Sen va do'stlaring mening eshikdan chiqolmayotganligimni qo'lim qo'shnilarimga xabar qilib qo'ysanglar, ular eshikimning oldidagi qorni tozalasa bo'pti ekan, ma'qulmi? Chatoq yo'q, hozirla xabar qilib etay, debdi qizil quyruqliq bulbul xushallik bilan. Qizil quyruqliq bulbul do'stlarini chaqirg'ili ketibdi. Oradan uzoq o'tmay bir to'p qushlar vichirlashganicha taraf-tarafga uchib berib, qora ko'z xinimning qo'lim qo'shnilariga uning deganlarini yetkazibdi. Qo'lim qo'shnilarining ba'zilari go'rjak, ba'zilari supurga, yana ba'zilari sevat degandek narsalarni ko'tarib kelib, qora ko'z xinimning eshigi oldiga do'linib qolgan qorni tozalab etibdi. Uydan chiqalaydigan bo'lgan qora ko'z xinim qo'lim qo'shnilariga rahmat aytibdi. Ular Abbaqchanni ko'rib hayron bo'lishibdi. Qora ko'z xinim bo'lsa, ularga yiliq tuxum va Abbaqchanning hikoyasini so'zlab beribdi va "Menju uningga Abbaqchan deb ism qo'ydim. Endi bir amal qilib, ota-onasini tepib Abbaqchanni ularning o'z qo'liga topshirsam bo'ladi. Sizlar uning ota-onasining nadaligini aytib beralasizlarmi?" debdi. Qo'lim qo'shnilar bir-biriga qarashibdi, andan qora ko'z xinimga "Kechirgin, buni bilmaydi ekanmiz", deyishibdi. Bir necha kun o'tib ketibdi.
Qara ko'z xinim har kuni u yer, bu yerdan eliq tuxumning qandoq bo'lib bu yerga kelib qolganligi Oppoqjonning ota-onasining kimligini surishti qipti. Ammo hech kim buningga aniq bir nima deya olmabdi. Qish ketib bahor keldi. Dastlabda qora ko'z xinim va uning qo'shnilari o'rdak juzisi deb bilgan Oppoqjon cho'ng bo'lgan sir o'zgarib, intayin chiroyli, intayin qomatli bo'lib ketibdi. Aslida u bir oqqugan emasmi? Qora ko'z xinim nagili bo'lsa, Oppoqjonni billa elib boradi ekan. U o'zining mushundoq salobatlik va chiroyli do'stining borligi bilan faxrlanadi ekan. Oppoqjonmu qora ko'z xinimga birg'ancha amroq bo'lib ketibdi. Qora ko'z xinim qayerga bo'lsa, Oppoqjon uningdan bir qadam ayrilmaydi ekan. Yana dehi qora ko'z xinimning ish kishlariga qurbining yetishcha qarashidi ekan. Ular har qancha yaqin bo'lsa-mu, qora ko'z xinim bir g'amdan qutula olmabdi. Men Oppoqjondan ayrilib qolishni hargiz xohlamayman. Hatto xiyolga keltirishdim huquqiman. Lekin u davomli cho'ng'iyotdi. Shuningga yarasha yeydig'inimi ko'payotdi. Ombirimdagi oziq-tuliklarni yeb bo'ldi. Uydagi yegil bo'ldiganligi narsalarni yeb bo'ldi. Biroq u yanil qo'rsqim to'ymidi deyotdi. Uning oshqilsiga hargiz chidamayman. Biroq menga qiyin-da. Qo'rsoqning ishini qamligidek hech imkonim qolmadi. Hay, amdi qandoq qilaman? Vaqtning o'tishiga ergishib, qora ko'z xinim o'zining Oppoqjonni beqib ketolmaydiganligini, uning hamon bir kuni o'zidan ayrilib ketadiganligini tushunib yetibdi. Oppoqjondan ayrilib qolish qayg'usi yuragini siqsimi, uning uchun to'qchilik, boyashat kunlarning yetib kelishini o'ylab, qora ko'z xinim o'z-o'ziga tasalli beribdi. 4-oy keldi. Havo illib, qorliq tog'dagi qorlar erishga boshlabdi. Yomg'irliq kunlar boshlanib, daryo suvi ulg'ayib, ko'vajab eqishga boshlabdi. Qurib ketgan ko'llar liqqida suvga to'libdi. Qora ko'z xinim Oppoqjonni ko'l bo'yiga boshlab ketdi. Tunji qitim ko'lni ko'rgan oqqu qattiq hayajonlanibdi. Uchishga tamshilib, ixtiyorsiz qanotlarini keribdi. Lekin u tehi uchishni bilmaydi ekan. Shunga qanotlari o'ziga eg'ir belanibdi. Lekin u yana xushallik bilan ko'lga tushib, uzishga boshlabdi. Oqqu ko'lning qarshi qirg'iga uzib berib, birdamla qaytib ketdi. U to'limi tamlik yumron cho'plarni qora ko'z xinimga olg'ash ketdi. U bularni ko'lning tagiga sho'ng'ib kirib o'zib chiqqan ekan. Qora ko'z xinim oqquning o'z oilasini topganligini, mana mushkulda yetarli yemakliklarni izlab tepib, o'zining jinini jon etalaydiganligini tushunibdi. Oppoqjon, obdan o'ynag'in, atsini ko'gili kelaman, debdi qora ko'z xinim. Qora ko'z xinim ketgandan keyin oqqu ko'lda o'yoq bo'yoqqa o'zib o'ynabdi. Yana tehi bu yerdagi yov o'rdaklar bilan do'st bo'lib, ijil inoq yashashga boshlabdi. Shuningdan tortib, qora ko'z xinim oqquni ko'rgili har kuni ko'l bo'yiga keladigan, oqqumu qora ko'z xinimga ko'ldagi eng chiroyli gullarni taqdim qiladigan bo'ldi. Shunda qilib, hammaylar qora ko'z xinim deb ataydigan oq ko'ngil chashqan bilan Oppoqjon ismli oqquning do'stligi kunsiri kuchayib, turmushi kundan kunga xushallikqa to'libdi. Kichik do'stlar, umoqlarim, bu cho'chakni yoqtirdinglarmi? Qora ko'z xinim, ya'ni chashqanning oq ko'ngilligi bizni haqiqatan ta'sirlantirdi, ha? Ularning do'stligiga ko'z tegmasin. Men bu cho'chakni sizlarga aytib bergach, qora ko'z xinimni opamga o'xshatib qoldim. Chunki opamizmi qora ko'z xinimga o'xshash bizni beqib cho'ng qildi. Bizga barliq mehr muhabbatini berdi. Shuncha badal to'labmi, bizdan bir narsa talab qilmadi. Faqatla bizdan zo'r umidlarni kutdi.
Shuning uchun biz cho'chakdagi qorgo'z xonimga o'xshash oq ko'ngil, mehribon, boshqalarga minnatsiz yordam qiladigan, boshqalarga yordam qilishni xo'shallik deb biladigan aqlli bola bo'laylik-jumi? Shunda qilsak, jafokash opamizning bizga so'ndirgan ajriga javob qaytara olamiz. Men ishinaman, mening omoqlarim cho'qim qilalaydi. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldir uxlanglar. Atumush vaqtda Dilala undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.